Assalomu alaykum. Demak, bugungi darsimizda Figma platformasida, ya'ni Figma dasturi orqali Layout bilan ishlashlikni ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, Figma platformasiga kiramiz va kirganimizdan keyin Figma darsi faylini, ya'ni avvalgi darslarda ishlatayotgan faylimizni qaytadan ochamiz va ushbu darsda frame'ni yana bir yangi muhim tomonini, ya'ni muhim parametrini ko'rib chiqamiz. Bu Layout qismi. Xo'p, men yangi fayl ochib olaman. Yangi frame ochdim. Xo'p, endi o'tgan darslarimizda guruh va layer bo'limlarini ko'rib chiqqan edik. Ana endi frame'ni o'tgan gal, ya'ni frame darsida qoldirib ketgan parametrimiz bu mana bu layout qismida, o'ng taraf qismimizdagi mana shu Layout, ya'ni mana bu tugmani bizga yaratib beradigan qulayligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, oldindan aytib o'tish kerak, bu Figma dasturidagi mana shu Layout funksionali orqali siz Adobe va Illustrator dasturlaridan Figmani qaysi tomoni kuchli ekanini aniqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yangi bir o'ziga xos afzallikni beradi. Xo'p, Layout nima? Bitta frame'ni olib ochadigan bo'lsak, xo'p, bu frame'ni misol uchun ichida bizda elementlari bor turli xil. Men mana 3 ta to'rtburchak shaklini element sifatida mana shu 4-frame'ni ichiga joyladim. Ana endi bizda buni joylashtirishlik uchun, ya'ni mana shu frame'ni maket sifatida, mana shu layout sifatida oladigan bo'lsak, buning ichiga mana shu 3 ta to'rtburchakni oralarini mana teng joylashtirishlik uchun bizga mana shu Layout funksionali yordam beradi. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Misol uchun buni ichida bitta frame ochaman. Menga kerakli bo'lgan mana shu frame ichida men frame 5 ni ochdim va mana bu 3 ta to'rtburchakni mana shu frame ni ichiga joyladim. Mana layer qismida frame 5 ni ichiga 3 ta to'rtburchak joylandi. Ana endi buni olaman. Mana shu frame 5 ga men mana bu yerdan Layout funksionalini qo'shaman. Xo'p, endi bu nima qildi? Mana ortga qaytarib agarda ko'radigan bo'lsak, frame'ning chegarasidan mana bu to'rtburchak oralig'ida mana 57 piksel joy bor edi va yuqoridan 75, pastdan esa 115 piksel joy bor edi. Xo'p, bu to'rtburchakdan keyingi o'rtada turgan to'rtburchagimizgacha 210 piksel joy bor edi. Endi agarda men Layoutni bosadigan bo'lsam, mana ko'ryapmizki, mana bu piksel nimadan, to'rtburchagimizdan keyingi to'rtburchakka qadar 177 piksel joy qoldi va undan keyingisiga ham oralig'i 177 piksel bo'lib o'zgardi. Xo'p, bu nima qildi hozir? Bu bizga har bitta elementni orasini bizga teng qilib taqsimlab berdi va yuqori va pastki qismlardan ham biz bergan qiymat bo'yicha joy ochib qo'ydi. Xo'p, ana endi buni parametrlarni, ya'ni sozlash qismini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda nimalar bor? Xo'p, mana bu Layoutni qismidagi mana shu 4 ta tugma, ya'ni 4 xil ko'rinishdagi Layout qismlari bu yangi qo'shildi. Kecha aynan mana shu 9-may sanasida yangi mana shu Layout bilan ishlashlikning yangi turlari upgrade qilindi, ya'niki bizga yangi obnovleniya keldi dasturga. Bundan avval bu bunaqa ko'rinishda bo'lmagan. Layout shunchaki mana shu tugmani bosishlik bilan Layout ishlagan va pastdagi mana bu parametrlar bor edi. Xo'p, endi bizda mana bu yuqoridagi 4 xil ko'rinishdagi Layout bor. Bular bilan hozir bir chekkadan tanishib chiqamiz. Undan avval standart bo'lgan, ya'ni avvaldan bizda standart ravishda bo'lgan parametrlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bular nima? Bular mana bu frame'ni, bizdagi mana shu bor bo'lgan frame'ni eni va bo'yi. Xuddi avvalgidek. Xo'p, mana bu qismda biz mana shu ichidagi, ya'ni mana shu bizning frame Layout belgilangan frame'ning ichidagi mana shu elementlarni, detallarni qaysi tomonga tekislashimizni belgilab beruvchi katak hisoblanadi va bu yerda misol uchun men tepaga belgilasam agarda, bu tepadan pastga qarab tekislanadi. Hozir misol uchun bosganimda nima uchun tepaga chiqmadi degan savol bor. Buni hozir tushuntirib beraman.
Mana bu keyingi parametrni o'zini ko'radigan bo'lsak, bu mana bu chap tomonda ham o'zi kursorni olib kelganda ko'rsatib beryapti. Pushti rangda. Bu mana shu elementlarning oralig'i. Mana. Ularni u o'zi teng taqsimlab ketadi. Mana shu yerda biz bergan parametr qiymati bo'yicha. Xo'p, ana endi bundan keyingi parametrimiz bu mana bu avto layoutni o'zini chekkasidagi, ya'ni frame'ni o'zini yon tomonlaridan qoldirib beradigan qiymati. Xo'p, buni agarda men misol uchun kamaytiradigan bo'lsam, mana bu tomondan men qo'shishligim mumkin. Hozir buni ham qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Bu bo'lsa mana bu yuqoridan mana qiymat beradi. Ya'niki misol uchun men har tomondan, ya'ni har ikkala yuqori va pastki qismidan 200 piksel joy qolsin desam, mana bu ko'rinishda bizga mana 200 pikseldan yuqoriga va pastga joy qoldiradi. Ana endi misol uchun menga ularni detallarni oralig'i 100 piksel bo'lsin desam, mana detallarni oralig'i 100 piksel bo'ldi va uni yuqoriga va pastga qismlari 200 pikseldan oraliq qoldirdi. Xo'p, ana endi bizda yana bitta ko'rinishi bor bu funksionalni. Bu ham bo'lsa bizda mana bu bo'yi va eni tomonlarini biz o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni bu yerdagi mana shu hard contents bo'limi orqali, ya'ni parametr orqali biz mana shu ichidagi elementlarni eng chekkasidan narigi eng chekka tomoniga qadar qisib olishligimiz mumkin mana shu frame bilan. Ya'niki misol uchun frame'ni ichida 10 ta element bo'ladimi yoki 100 ta element bo'ladimi, buni farqi yo'q. U mana shu frame'ni yon tomonidan joy qoldirmaydi. Biz unga hech qanaqa qiymat bermaymiz. U o'zi avtomatik ravishda enini, ya'niki mana shu frame'ni enini frame'ni ichidagi elementlarga moslab qisib oladi. Hozir buni ko'rsatib beraman. Misol uchun mana shu frame'ni buni bu yoqqa olib chiqadigan bo'lsak va frame'ga rang berib qo'yamiz, tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana. Xo'p. Mana hozir menda misol uchun mana enini men 1000 yoki 2000 piksel qilib qo'yishim mumkin. Agarda men mana shu to'rt burchaklarni har o'ng va chap tomonlaridan 100 pikseldan joy qoldirib uni frame'ni kichraytirmoqchi bo'lsam, men buni hisoblab o'tirmayman. Misol uchun mana bu 1241 piksel ekanligini, mana bu uchta shaklni va uni har tomonidan 200 ta piksel qo'shib, uni nechta piksel bo'lishligini men bu yerga yozib o'tirmayman. Buni eng sodda usuli, buni men qisaman, mana. Ya'niki frame hozir uni ichidagi detallarni qisib oldi. Ana endi men boyaga aytganim, yon tomonlardan unga 200 piksel qiymat beraman, mana. Ya'ni endi yozishimiz ham mumkin 200 piksel. Ana endi 200 piksel qiymat berganimizdan keyin bizda mana shu har yon tomonlardan bizda 200 piksel joy qoldi. Endi agarda biz bo'yini ham shunaqa qiladigan bo'lsak, mana bo'yi hozir shunaqa holatda turibdi. Mana shu nechta qiymat bersam, shuncha uni yuqori va pastki qismidan o'zi avtomatik ravishda joy qoldirib beradi. Va bizda misol uchun buni har tomonni o'ziga alohida qiymat berishimiz mumkin. Ya'niki yuqori va pastiga alohida qiymatlar berishimiz mumkin. Misol uchun yuqoriga 100 piksel, pastiga 300 piksel. Mana bu holatda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi agarda men elementni kattalashtirsam, mana bizda bo'yi qismi, ya'niki mana bu 1045 qiymatida turgan qismi bizda hard contents bo'lgani uchun, ya'niki frame'ga buyruq beryapmiz, uni ichidagi elementlarni bo'yini o'lchab, uni qisib olishligini so'raganimiz sababli u element qanchalik kattalashsa, frame'ni o'zi ham kattalashadi. Element kichraysa, frame'ni o'zi ham kichrayadi. Ya'niki eng katta elementni bo'yini o'lchab, unga agarda biz yuqoriga va pastga qiymat bergan bo'lsak, bo'sh joy qoldirishlik uchun ana shu joyni qo'shib o'zi frame'ni enini, bo'yini tekislab beradi. Xo'p, ana endi men misol uchun ikkinchi mana bu elementni kattalashtirsam ham xuddi shunaqa holat, chunki biz bo'yni belgilab, ya'niki fixed height qilib qo'yganimiz yo'q, belgilangan bo'y yo'q. Biz shunchaki uni ichidagi kontentni qamrab, qurshab olishligini, ya'niki uni
siqib olishligini so'raganmiz va shu sababli bizda mana bu yuqoridan va pastdan biz bo'sh joy qoldirishlikni qo'shganmiz. Shuning uchun mana bu bo'sh joylar ham bizda mavjud. Xo'p, ana endi bu orqali nimalar qilish mumkin degan savolga javob beradigan bo'lsak, mana bu yerda Dribbble saytiga kirib qandaydir veb saytlardan ba'zi bir namunalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir aynan shunga mos bo'ladigan bitta namuna qarab ko'ramiz. Misol uchun buni ko'radigan bo'lsak, mana bu pastki Weekly Financial Overview da biz mana bu to'rtta to'rtburchak shaklni ko'ryapmiz. Mana shu yerdagi shu to'rtburchak shakllar Avtolayout orqali tayyorlanadi. Chunki ularni enlari va bo'ylari, oraliqlari bir xil bo'lishligi va u avtomatik ravishda kengayib, kattalashib, kichrayishligi uchun Avtolayout ishlatilinadi. Xo'p, ana endi Avtolayoutning ichida yana bitta Avtolayout ishlatishlik funksiyalari bor. Bularni hozir ko'rsatib beraman. Xo'p, misol uchun men mana bu shaklni olaman va bunga ham Avtolayout beraman va mana bu frame 5 ni frame 6 ni ichiga o'tkazaman. Ana endi nima bo'ladi? Frame 6 ni kattalashtirdim. Frame 5 ni misol uchun ichidagi elementni o'chirib tashlayman va uni rangini o'zgartirib ko'rsatishim kerak, chunki farqlanib olishligi uchun. Xo'p. Endi buni duplikat qilaman. Xo'p. Hozir qanaqa holat yuz beradi qarab turing. Misol uchun bizda mana shu frame 6 bor. Ikkinchi misolni ko'radigan bo'lsak, mana shu frame 6 ning ichida bizda yana ikkita frame bor. Xo'p, ana endi men frame 6 ni olaman. Unga misol uchun 2500 piksel eniga belgilangan qiymatni qo'shaman va mana bu ikkala elementni men 1250 dan qilishlik uchun boshim qotirib o'tirmasdan shunchaki ularga full container funksionalni qo'shaman. Mana bunga ham xuddi shunaqa full container qo'shaman. Va bular endi nima qiladi? Bular mana shu frame 6 ni to'ldirib beradi. Ya'niki eniga biz shu funksionalni qo'shdik va ular eniga ikkalasi ham itaradi toki mana shu frame 6 ni chekkalarigacha bormagunicha uni itarib to'ldiradi. Ana endi uning ichida nechta mana shunaqa frame to'ldirish funksionali bilan ishlasa, ularning hammasi teng ravishda taqsimlanib ketaveradi. Misol uchun ko'paytiramiz mana. Ular ko'payib teng taqsimlanib boraveradi, chunki ularning hammasi eniga to'ldirib turibdi. Ya'niki agarda men hozir kamaytirsam, mana yana ular teng ravishda yoyilib keladi. Xo'p, bo'yi misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, agarda misol uchun men bularni endi bo'yi misolida ko'ramiz. Hozir hamma bizni layoutlarimiz yon tomonga qarab kengayishni boshlagandi. Ana endi biz bo'yiga qanaqa qilib buni qilishimiz mumkin? Bunaqa holatda mana bu yerdagi vertikal parametri orqali qilamiz. Xo'p, endi bosganimizda ular mana bunaqa bo'yiga, ya'ni vertikal tomonlama mana ko'ryapmiz, pastga qarab tushib ketdi. Ana endi men frame 6 ni hard contents qilaman, ya'niki uni ichida nechta content bor bo'lsa, u ularni bo'yiga avtomatik ravishda ularni qamrab qurshab oladi. Mana siqib qo'ydik, ya'niki mana shu ichidagi barcha elementlarni frame 6 bilan siqib oldik. Ana endi misol uchun ularga yana oraliq qo'shishim mumkin. Bunaqa holatda frame 6 avtomatik ravishda kengayadi, chunki men frame 6 ga yana qo'shimcha mana bu parametrni berganim uchun. Xo'p, agarda men frame 6 ni mana bu bo'yini kattalashtirsam, enini kattalashtiradigan bo'lsam, mana bu fill content bo'lib turgani uchun bu ham kengayib kelaveradi. Endi men misol uchun bunga fill emas, ma'lum bir parametrda mana bunaqa qilaman va buni bossam agarda bizda mana bular o'rtaga tekislanadi va pastga tomon terilib ketaveradi. Mana. Xo'p, endi agarda men misol uchun frame 6 ni o'zini mana bu yoqqa tekislasam, bu tomonga tekislanadi va pastga bo'lsa, agarda men kattalashtirsam, mana pastdan yuqoriga qarab tekislashni boshlaydi. Mana.
Xo'p. Bularni oralarini mana bu ko'rinishda ham, ya'niki mana bu kursorni bu yerga olib kelish bilan ham yoyishlik mumkin. Frame'ni men misol uchun hozir yuqoridan pastdan yuqoriga qarab tekislashligini buyurib qo'yganim uchun mana bu yerda qo'shganimda ularni pastga tortadi yoki yuqoriga qarab itaradi. Agarda men buni bunaqa qilsam, bu teskarisiga ishlaydi. Mana. Chunki yuqoridan boshlab pastga qarab qo'shib ketadi. Xo'p, ana endi keyingi yangi parametrni ko'rib chiqamiz. Bular nimaligini hozir tushuntirib o'tishim kerak bo'ladi baribir. Xo'p, bu mana bu free transform, ya'niki freeform ko'rinishida bo'ladi. Bu shunchaki uni oraliqlarini mana bunaqa ko'rinishda tekislab beradi, ammo hech qanaqa boyagi keyingi parametrlarni bizga ochib bermaydi. Ya'niki odatiy frame ko'rinishiga olib keladi. Mana bu vertikal ko'rinishda tekislaydi, bu gorizontal ko'rinishda tekislaydi va mana bu yangi qo'shilgan funksionalimiz bu bizga kataklarni va ustunlarni, ya'ni qator va ustunlarni yaratishlikda yordam beradi. Bu qanaqa ishlaydi? Xo'p, mana bu yerni bosganimda mana bunaqa ko'rinishda, misol uchun 2 qator yoki 3 qator men setkalarni, ya'ni grid sistemani yaratishim mumkin va mana bu ko'rinishda har bitta qatorga yoki nuqtaga men avto layout holatida, ya'niki teng tekislanuvchi, teng yoyiluvchi va tartiblangan holatda mana bunaqa qilib joylarni ochib, mana bunaqa setka orqali joylab ketishligim mumkin bo'ladi. Bu odatda o'zi umuman biz ishlatmasdik. Bu yangi qo'shilgan funksional bo'lgani sababli qanaqa ishlatiladi, qanaqa joylarda ishlatiladi, hozircha men shu kungacha, ya'niki bu funksionalga umuman ehtiyojim bo'lmagan. Mana shu avvalgi vertikal va gorizontal ko'rinishdagi klassik avto layout bizga yetarli hisoblanadi. Balki endi ko'ramiz, tajriba asosida qandaydir yangi loyihalarni qilayotganda bu yangi chiqqan avto layout funksionalini sinab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi kichik bir yangi amaliyotni qilib ko'ramiz. Bu amaliy dars bo'lishligi uchun, ya'ni bizda tajriba hosil bo'lishligi uchun biz hozir biron bir narsani, ya'niki web dizaynni tayyorlab ko'rishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Pinterest saytiga kirib, qandaydir web dizayn izlab ko'ramiz va mana bunaqa bizda avto layout bilan ishlashlik uchun buni hozir ko'chirib olib kelaman. Avto layout bilan ishlashlik uchun mana shunaqa ko'rinishdagi mana bu, ya'ni popular destination qismini tayyorlab ko'ramiz. Ya'niki mana bu sayt bo'ladigan bo'lsa, buni menyusi alohida, mana bu header qismi alohida va bu logotiplar turgan qismi alohida va mana bu biz hozir tayyorlab ko'rmoqchi bo'lgan qismimiz alohida tayyorlangan hisoblanadi va biz mana shu qismini, mana shu kichik rasmli qismini tayyorlab ko'ramiz. Xo'p, demak, hozir shunga o'xshagan yana bir narsa qilib ko'ramiz. Xo'p. Buning uchun bizga nima kerak? Buning uchun biz shu aviakompaniya uchun, ya'niki sayyohlik agentligi uchun deb tayyorlaymiz. Shu sababli matnlarni shunga moslab yozib ketamiz. Eng mashhur tur paketlari. Bizning agentligimizdan eng ko'p xarid qilingan paketlar to'plamlari. Xo'p. Endi bizda mana bu ikkita knopkasini biz qo'yib o'tirmaymiz. Bizga hozir bu shart emas. Biz asosan avto layoutni o'rganishimiz uchun mana bu pastdagi ko'rinishlarni tayyorlashimiz kerak. Xo'p, buning uchun bizga frame'ni bitta ko'rinishini, ya'ni mana shuni bu yerdagi mavjud bo'lgan mana shu 3 ta tur paket kartasini bittasini sxemasini tuzib olamiz, ya'niki
chizmasini. Xo'p, buning uchun bizga bu karta o'zi umumiy olamiz va undan keyin buning ichida rasmi bo'ladi. Xo'p. Mana rasmi bo'ladi. Undan keyin matn va lokatsiya va mana bu yerda ball berilgan qismi bor ekan, ya'ni ikonkasi va 4.7 misol uchun. Bu yerda ham ikonka bilan lokatsiya qo'yiladi ekan. Xo'p. Va shu bilan mana bu frame mana shu yerda tugaydi. Xo'p, mana endi buni mana shuni tayyorlashligimiz uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Xo'p, avval biz mana bu qismini tayyorlab olamiz. Xo'p. Eng mashhur tur paketlari yozuvimizni shriftini hozir almashlab o'tirmayman. Mana shu shriftlarni o'zida ishlab ketaveramiz. Xo'p. Buni 24 piksel qilamiz va mana bu pastdan tushadi. Xo'p, ana endi agarda aniq hammasini to'liq nima bilan yon tomonlarini ikkala yuqori va ikkala yon tomonni tekst olib o'tamiz, to'liq avto layout orqali ishlaymiz desak, bizda mana bu yuqori va yon tomonlari uchun avto layout belgilab borishimiz kerak bo'ladi. Avval avto layoutsiz, ya'niki umumiy mana shu maketni o'zini avto layoutsiz ishlaymiz, keyin avto layout berib ko'ramiz bunga. Lekin baribir mana bu kartochkani avto layout bilan tayyorlaymiz. Xo'p, buning uchun bizga mana bunaqa ko'rinishda karta yaratamiz. Bu chizmaga qarab ketaveramiz. Xo'p, buni mana bu qismini 1140 shaklida o'zgartirib qo'yaman. Xo'p, endi mana bunaqa ko'rinishda qilsak, buni ichiga endi rasm joylaymiz. Xo'p, mana rasm. Endi bu yerga rasm olib kelamiz. Xo'p, olingan rasmlarni birinchisini joylaymiz. Mana shu framening ichiga joylandi. Rasm hajmi juda ham katta, shu sababli buni biroz kichraytiramiz. Mana shu frame ichida mana bunaqa ko'rinishda rasm joylanib ko'rinadi. Xo'p, buning uchun bizga endi avto layoutni qo'shamiz. Va bu mana bu framega biz fill content beramiz eniga, ammo bo'yiga biz unga fill content bera olmaymiz, chunki bu rasm juda ham katta bo'lib ketsa unchalik ham chiroyli ko'rinmaydi. Xo'p, endi mana bu asosiy frameni hozir chekkalaridagi mana shu berilgan bo'sh maydonni biz o'zgartiramiz. Buning uchun bizga 20 yuqori va pastdan va 20 yon tomonlardan bo'lsa yetadi. Ana endi buni qirralarini mana bunaqa 20 radiusda qilamiz va buni ham shunaqa ko'rinishda qilamiz. Endi keyingi masalamiz bizda mana bu asosiy matnni yozishimiz kerak. Buni ham olib kelamiz bu yoqdan va bunga misol uchun yozamiz: dengiz bo'yida dam olish. Buni biroz qalinroq ko'rinishda va bir oz kattaroq qilib yozamiz. Xo'p, endi undan keyin mana bu yerda lokatsiya ikonkasi bor va manzilni yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana bitta matn. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu frame 15 imiz bizda
vertikal avtolayout orqali ishlayapti. Ya'niki barcha elementlarimiz pastga qarab tushib kelyapti. Xo'p, endi bu yerda hozir yana bir ikkita qilishimiz mumkin bo'lgan usullari bor. Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Bu yerda misol uchun ikonkani qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Ikonka va mana bu lokatsiya matni yonma-yon turishligi kerak. Bizni lekin mana bu frame 15 imiz faqatgina mana elementlarni joylasak pastga qarab qo'yib ketadi. Endi bunaqa shaklda, ya'niki mana bu ikonkani va mana bu joyni nomini yozib yon tomoniga qo'yishimiz uchun boshqacha yo'l tutamiz. Ya'niki mana bu frame 15 ning ichidan boshqa frame ochamiz. Buning uchun avval men nimani ikonkani olib kelaman. Boshqa saytdan, misol uchun lokatsiya ikonkasini qidiramiz. Xo'p, mana buni olamiz. Xo'p, CVG ni bizga bermayapti. Mayli, mana shuni o'zini skachat qilamiz. Shuni o'zi ham hozir bizga yetadi. Endi bu yoqqa o'tamiz va mana bu yerga ikonkani joylaymiz va buni kichraytiramiz. Rang bersak ham bo'ladi umuman olib qaraganda, lekin bu PNG rasm bo'lganligi sababli u buni, ya'niki to'liq rasmni o'zini to'ldiradi. Mana yoki foniga qo'shadi. Xo'p, bunaqa holatda bizga CVG formati kerak bo'ladi, ya'niki bu to'liq vektor formati hisoblanadi. Buning uchun biz mana bu saytga o'zimiz login parollarimizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni CVG formatini yuklab olamiz va qaytadan CVG faylini bu yerga joylaymiz. Endi Figma dasturi bizga mana shu CVG faylini mana bu stroke selection color qismidan mana ikonkani rangini o'zgartirishimizga imkoniyat yaratib beradi. Xo'p, Xo'p, endi bizda ikonka bor va misol uchun mana 20 pikselga 20 piksellik ikonkamiz bor va biz mana bu misol uchun Niderlandiya. Mana shu Niderlandiya matni bilan mana bu ikonkani biz yonma-yon qo'yishimiz kerak. Buning uchun ikkalasini belgilab olib, yana bitta frame yaratishimiz kerak. Mana bu yerdan yana bitta frame yoki mana bu ikkalasini qulayroq varianti matnni va mana bu ikonkani belgilab Shift va A tugmasini bosamiz. Shu bilan avtolayout ko'rinishida bizda yangi frame mana bu layers qismida mana hosil bo'ldi. Endi buni biz gorizontal ko'rinishga olib kelamiz. Ana endi bu yerda nima bo'ldi? Frame 15 ta bizda frame 16 mana bu frameimiz bor. Mana bu matn bor va frame 17 bor. Ya'ni frame 17 ning ichidan nima bo'lyapti? Buni frame 15 ga umuman qiziq yo'q. U shunchaki frame 15 ni o'zini bitta qator sifatida ichiga olib joylab ketadi. Endi frame 17 ni mana shu lokatsiya qatorini biz sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana bu oralikni biz 4 pikselga joylasak, undan keyin mana bu matnni mana bu ko'rinishda nimasini rangini biroz mana bunaqaroq ko'rinishda yoki mana shu ikonkani rangida qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi buni umumiy rangini o'zgartirsak, xo'p, endi buni biroz kichraytiramiz. Buni
o'rtadan, ya'niki hozir mana ko'ryapmiz. Niderlandiya yozuvi yuqoriga tekislangan. Buni yon tomondan, ya'ni o'rtaga tekislagan holda ko'rsatib beramiz. Xo'p, ana endi bizda yana bitta masala bor. Bu mana bu asosiy matn va pastdagi manzil matni bilan ularni o'rtasida kelgan mana shu tur paketni bali, ya'niki sifatini belgilovchi parametrini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Avval bu yoqda alohida mana shu shaklni tayyorlab olamiz. Misol uchun uni kornerni qisqartirgan holda mana bunaqa ko'rinishga olib kelamiz va rangni mana shu rangda to'liq mana bu qismga o'tkazamiz. Endi bu yerga ham bitta ikonka kerak. Bizda bu yulduz ikonkasi va yulduzni olamiz va bu yoqqa joylaymiz. Bunda hali avtolayout yo'q. Hozir avtolayout qo'shamiz. Mana bu yerdan matnni olib o'taman va yonma-yon qo'ygan holatda avtolayoutni qo'shamiz. Endi mana bu ikonkamizni kichraytiramiz. Buni joylaymiz va mana bu yerga 4.7 yozuvni yozamiz. Hop, buni 18 ko'rinishida, buni esa 25 ko'rinishda qoldirsak ham bo'ladi. Endi mana bu qora ranglarni oq ko'rinishga olib kelamiz. Xo'p, endi biz juda ham uzun bo'lib ketdi. Uzun bo'lgani sababli mana bu oralikni biroz qisqartiramiz. 4 va mana bu yon tomonlardan bizga 30 shart emas, bizga 20 yetarli hisoblanadi va mana bu yerga olib kelishdan avval, ya'niki hozir to'g'ri joylasak, mana bunaqa ko'rinishga ketadi bu ham. Bunaqa bo'lmasligi uchun buni pastga olib o'taman. Mana bu Niderlandiya va mana bu matnni ikkisini bitta frame qilaman. Xo'p, bular umumiy bitta frame bo'lgandan keyin, ya'niki bu frameimiz hozir yon va past tomonga, ya'ni ustma-ust tushgan holatda, ya'niki vertikalniy ko'rinishda, vertikal avtolayout bo'ldi. Ana endi bularni alohida frame qilaman. Ya'ni hozir bitta frame umumiy bo'ldi. Mana buni o'zi bitta frame, bularni ichi alohida, lekin umumiy bitta frame qilganmiz va mana buni ichi ham alohida frame bo'ldi. Endi buni mana bunaqa ko'rinishda yon tomonga o'tkazaman. Mana. Ya'ni bu qatorimiz bitta, bu qator bitta frame, ularni ikkitasini bitta frame qilib oldim va mana bu ko'k znachoqimiz bilan mana bu turgan elementlarimizni umumiy yana bitta frame qilib oldim. Buni yana biroz kichraytiramiz. Yuqori qismdan 12 shart emas, bizga 4 bo'lsa va mana bu tomondan 20 ni ham misol uchun 12 ga qisqartirib 4 7 18 ni biz 14 shaklida qilib mana buni o'rtaga joylasak bo'ladi. Xo'p, endi bu ham fill qilamiz va eng zo'r tomoni mana bu yerda o'rtaga qilib turib 2 marta bossak, ularni bu to'ldiradi. Ya'niki bu qanchalik uzun bo'lsa to'ldirib boradi va ularni ikkala tomonga itaradi. Xo'p, mana. Agarda men misol uchun o'rtaga joylasam, ular o'rtaga keladi, yon tomonlardan joy ochiq qoladi. Agarda chap tomonga joylasam, o'ng tomondan joy ochiq qoladi. Agarda men o'rtaga 2 marta bossam, bu ularni tekislab ikkala tomonga itarib beradi va buni fill ko'rinishda qo'yamiz va bu tayyor bo'ldi. Mana bu rangni biroz mana bunaqa to'qroq ko'rinishga olib kelamiz. Xo'p, mana bu endi hozir avtolayout ko'rinishida tayyor bo'ldi. Endi ya'niki buni agarda biz mana bunaqa ko'rinishda biroz yoyib, biroz qisqartiradigan bo'lsak, bu avtolayout bo'lganligi sababli bu bilan qo'shilib boradi. Xo'p. Mana.
Ya'ni bizda hozir rasm mana bu yerda tugagani sababli rasm tugagandek ko'rinyapti. Xo'p, endi bizda bundan 3 tasi bo'lishligi kerak. Bundan 3 ta qilamiz. Va endi rasmlarni o'zgartiramiz. Xo'p, ana endi mana bu 3 tasini umumiy bu yerda bitta frame ichiga joylaymiz. Ya'ni olib o'tamiz va joylaymiz. Endi bu frame ni auto layout qilamiz va haq bo'ldi. Ya'niki mana bu ichidagi elementlarni o'ziga qamrab oldi. Xo'p. Buni ham endi auto layout qilamiz. Va mana bu ikkalasini belgilab, ularni alohida frame qilib, ularni oralig'ini biroz qisqartirishimiz mumkin. Mana. Xo'p, endi bular alohida ko'rinishligi uchun bizda mana shu qismini biroz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Agarda istasak, misol uchun mana bu o'rtadagi nimamizni, tur paketimizni alohida ko'rsatishimiz mumkin. Bu bilan rangini o'zgartirish orqali. Mana bu yerdagi frame rangini alohida teskari ko'rinishda ishlatamiz. Ya'niki buni oq rangga o'tkazamiz. Buni ham oq rangga o'tkazamiz va yoki buni qandaydir sariq rangda ifodalashlik mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda. Xo'p, endi bitta narsani ko'rsatib berishim kerak bo'ladi. Ya'niki bu agarda biz hozir auto layout qildik va auto layoutdan tashqari bo'lgan holatlarda biror narsa belgilab, ya'ni joylab ketishimiz kerak. Bu qanaqa qilinishini hozir ko'rsatib beraman. Misol uchun mana shu o'rtadagi paketimizga hozir biz mana bu chetiga, yon tomoniga tavsiya etilgan yoki top nomini yozib ketamiz. Buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Misol uchun hozir men bu yoqda alohida frame tayyorlayman. Misol uchun shu ko'rinishda mana bu yerdan matnni olib kelaman, joylayman va bunga yozaman. Xo'p.
tavsiya etiladi misol uchun. Va buni mana bunaqa qilib yon tomonlarga ham biroz joy qo'shamiz. Mana. Endi buni ichiga joylamoqchi bo'lsam agarda bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'niki men buni mana bu yerdan lenta ko'rinishida olib o'tmoqchiman. Buni qanaqa qilaman desam, mana bu yerda bizda mana bu position bo'limida ignore auto layout bor. Ya'niki bu bizda mana shu auto layoutni bekor qiladi mana shu element uchun. Mana bosamiz va bosganimizda auto layoutdan bu chiqib ketdi va men buni mana istalgan joyimda olib ishlatishligim mumkin. Endi buni birozgina mana bunaqa ko'rinishda olib ishlatamiz. Mana. Ya'niki tavsiya etiladigan mana shu nimamizni, tur paketimizni biz alohida mana shunaqa ko'rinishda joylab qo'yishimiz mumkin va bu auto layoutdan tashqarida bo'lgani sababli mana shu elementlarni barchasini ustida bemalol harakat qila oladi. Demak, mana bu matnimizni ham biroz katta qilishimiz mumkin. Mana. Xo'p, va yuqoridan bizga buni bunaqa qilib joylab, yuqoridagi mana bu 56 ni biz 30 shaklida qilamiz. Mana bu bizda saytning ma'lum bir bloki hisoblanadi. Demak, bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Mana shu dizaynga bo'lgan dizaynning linkini men mana shu videoni ostida qoldiraman va siz aynan mana shu 12-frame ni o'rganib, ya'ni uni qanday joylashganligi, uni mana bu sloylarini, ya'ni layerlarni o'rgangan holda o'zingiz ham buni alohida takrorlab bizga jo'natishingiz mumkin va biz mana shu qilgan ishingiz uchun qandaydir feedbacklarni berib boramiz. Hammaga rahmat.